Bismillahirrohmanirrohim. Qur'oniylar haqida dars qilyapmiz. Qur'oniylar kim? Qur'oniylar ahli sunnaga e'tiqodi zid bo'lgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatini inkor qilgan kofir firqa. Garchi namoz o'qisa ham, garchi Qur'ondan gapirsa ham. Biz Qur'oniylar ahli sunnaga zid bo'lgan, dindan chiqqan murtatlar desak, ayrim birodarlar qanoatlanmaydi, dalil isbot so'raydi. Biz mana shu darslarimiz orqali imkon boricha yengil qilib, sodda qilib, bularning xatolarini, ahli sunnaga zid bo'lgan o'rinlarini ko'rsatyapmiz. Oxirgi darsimizda Qur'ondagi oyatlarning turlari haqida, usulul fiqh ilmi haqida gaplashgan edik. Qur'oni Karim bu oddiy bir odamning yozgan kitobi emas, Allohning kalomi. Uni har kim o'qib, tarjimasidan o'zi bilganicha, o'zi xohlaganicha xulosa qilib ketishlikka haqqi yo'q. Qur'on oyatlarini tushunishlikni siz bilan bizga usulul fiqh ulamolari yo'lini ko'rsatishadi. Tafsir ulamolari ko'rsatadi. Agar biz Qur'onni bir o'qib, ustidagi ma'nosi bilan ketaveramiz desak, o'zimizni oyog'imizga o'zimiz bolt urgandek bo'lib qolamiz. Qur'on oyatiga amal qilyapman deb dindan chiqib ketib qolamiz. Ahli sunna ulamolari usulul fiqh ilmida oyatlarning turlari va ularni qanday tushunish kerak ekanligini bayon qilib berishgan. Metal degan, metalga nimalar kiradi? Temir, alyumin, mis, latun, wolfram, oltin, kumush, nikel va hokazo. Shuna hammasi metal deyiladi. Birini tonnasi 70 ming so'm. Bittasini grammi 5 ming so'm. Lekin hammasi metal deyiladi. Metalning turlari bor bo'lganidek, lillahil matalul a'la, Qur'oni Karim oyatlarining ham turlari bor. Ba'zi oyatlar bor, shunday o'qiysiz, ustidagi ma'noda olib ketaverasiz. Shunday oyatlar bor, o'qiysiz, buni bir qancha ma'nolari bo'ladi. Uni ulamolar tushuntirib berish kerak. Muhkam oyatlar, mutashobih oyatlar deb aytdik. Muhkam oyatlar bitta ma'nosi bor. Qul huvallohu ahad. Bo'ldi. Alloh taolo yakka ekan. Bo'ldi, tushundik. Ikkinchi oyat va jaa robbuka val malaku soffan soffa. Qiyomat kunida Robbing va malaikalar saf-saf bo'lib keladi. Bitta ma'no emas bu yerda, bir qancha ma'no bor. Qur'onda birodarlar majoz bor, haqiqat bor. Om bo'lgan oyatlar bor, xos bo'lgan oyatlar bor. Nosix oyatlar bor, mansux oyatlar bor. Mutloq bo'lgan oyatlar bor, muqayyat bo'lgan oyatlar bor. Sababi nuzul bor. Ana shu Qur'onni har bir oyatini qanday tushunishimiz kerakligini usulul fiqh ulamolar bayon qilib berishgan. 1000 yildan beri ummat mana shu usulul fiqh ramkasi bilan, shabloni bilan, andozasi bilan Qur'onni o'qib o'rganib kelyapti, adashmayapti. Agar biz hozir aytgan mutashobih oyatlarni, bir qancha ma'nolar bor bo'lgan oyatlarni muhkam, bitta ma'nosi bor oyatdaqa tushunadigan bo'lsak, birodarlar, yana qaytarib aytaman, dinga amal qilyapman deb dindan chiqib ketib qolishimiz mumkin. Qur'onda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga itoat qilishlik va u zotning sunnatini ushlashlik zarurligini bildirgan o'nlab oyatlar bor. Endi bu Qur'oniylar sunnat kerak emas, hadis kerak emas degan paytda dindan chiqib kofir bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimning juda katta qismini Rasulullohning hayoti, Rasulullohning sunnati, Rasulullohning hadislari bayon qilib beradi. Mana oyatlardan majoz va haqiqatga misol. Astagfirullah va ma kana robbuka nasiya. Maryam surasi. Parvardigoringiz unutguvchi emasdir. Ya'ni Alloh taolo hech narsani unutmaydi. Bu muhkam oyat. Bu oyatni zohiridagi ma'nosi. Parvardigoringiz unutguvchi emas. Bu boshqa ma'nosi yo'q. Unutmaydi. Keyingi oyat. Nasulloha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Ular Allohni unutishgach, Alloh ham ularni unutdi. Albatta munofiqlar haqiqiy fosiq itoatsizdirlar. Ana
Birinchi oyatda zohir ma'nosini oldik, ustidagi ma'noni. Alloh hech narsani unutmaydi. Tushunarli. Ikkinchi oyatda Alloh unutdi deyapti. Bitta oyatda unutmaydi desa, ikkinchi oyatda unutdi desa, bir-biriga qarama-qarshilik bo'lib qolmayaptimi? Bo'lyapti. Agar zohirini olsangiz ikkinchi oyatni ham, lekin ikkinchi oyatning zohiri olinmaydi, majozi olinadi. Ya'ni munofiqlar Allohni unutib, shariatidan voz kechib, dinga beparvo bo'lib unutishuvdi Allohni, Alloh ham ularni unutdi. Ya'ni o'zini holiga tashab qo'ydi ularga. Agar Qur'oniylar aytayotgandaqa hamma oyatni ustidagi ma'nosini ola oladigan bo'lsak, Qur'onning ikkita oyati mana shu misolimizda nima bo'lib qoldi bir-biriga? Qarama-qarshi bo'lib qoldi. Majoz nima edi? Siz bizni quyoshimizsiz, xo'jayin deydi. Ustidagi ma'noda olasizmi yoki tagidagi majoziy ma'nosini olasizmi? Xo'jayin, orqangizdan kun ko'rib yuribmiz-da biz deydi. Nima degani bu? Kun chiqib qolibdi orqasidan. Agar ustidagi ma'noda olsangiz shunaqa bo'ladi. Yo'q, sizni orqangizdan siz sabablik xotirjam yuribmiz degan ma'no. Birinchi oyatda Alloh unutmaydi desa, ikkinchi oyatda unutadi deyapti. Qarama-qarshi yo'q. Shunda aytamiz, mana oyatning haqiqati olinadi, ustidagi ma'nosi, ikkinchi oyatning majozi olinadi, orqasidagi ma'nosi. O'ylab gapir deydi. Atrofingda quloqlar bor deydi. Devorni ham qulog'i bor deydi. Hech ko'rmadim-da shunaqa qulog'i bor devorni menchi. Demaysizda. Chunki bu gapni ustidagi emas, tagidagi ma'no olinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Adi ibn Xotam at-Toyi, arab, Toy qabilasining podshosi, adib, oqil, shoir bo'lgan odam, sahoba. Qur'onda Alloh taolo ana shu saharlik haqida oyat tushirgan. Astagfirullah. Va kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Saharlikda vaqtini aytayapti oyatda. Va to tongdan oq ip, qora ipdan ajraladigan paytgacha yeb ichaveringlar. Desa, bu sahoba ustidagi ma'noda oldida yostig'ini tagiga bitta oq ip bilan qora ipni qo'yib qo'ydi. Shunda ipni olib qarasa, oq ip bilan qora ip ajramayaptimi? Yeyaverdi. Kun yorishib kelsa ham ajramayapti, yeyaverdi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallamga kelib aytganida, yo'q, bu yerdagi ustidagi haqiqiy ma'nosini emas, majozini olasan. Oq ip bilan qora ip degani kun bilan tunni vaqti aytilingan dedi. Arab bo'lgan sahoba oyatni ustidagi haqiqiy zohir ma'nosini oluvdi, adashdi. Tushunarlimi? Nosix va mansufga misol. Mana aroq haqidagi oyatlar. Hijratning avvalida aroq harom emas edi. Hijratning avvalida oyat nozil bo'ldi. Astagfirullah. Yas'alunaka anil xamr. Sizdan ey Muhammad alayhisalom xamr haqida, aroq va qimor haqida so'raydilar. Ayting, bularda katta gunoh va odamlar uchun foyda bor. Bularning gunohi foydasidan kattaroq. Bu hijratning avvalida. Keyin Uhud g'azotidan keyin 3 yoki 4-yilda keyingi oyat nozil bo'ldi. Mana shu aroqqa tegishli. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata va antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ey mu'minlar, toki gapirayotgan gapingizlarda bilib turishinglar uchun mast holda namozga yaqinlashmanglar. Bu oyatning sababi nuzuli bir sahoba mast holda namozga kelib olib, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun deyishdi o'rniga la a'budun dediyi la'da tashab a'budu devoradi. Ayting ey kofirlar, men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qilmayman degan o'rniga qilaman bo'lib qoldi. La kalimasi tushib qolib. Shunda shu oyat tushdi. Keyin 5 yoki 8-yilda aroqning mutlaq harom bo'lganligi haqida oyat nozil bo'ldi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali shayton fajtanibu la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, aroq, qimor, butlar va cho'plar bilan folbinlik qilishlik shayton amalidan bo'lgan harom ishdir
Bas najot topishingiz uchun ularni har biridan uzoq bo'ling. Mana birinchi oyatda foyda bor, zarar bor deyildi. Ikkinchi oyatda aroqqa yaqinlashma dedi. Uchinchi oyatda harom dedi. Mana shu uchinchi oyat nosix, o'chiruvchi. Birinchi ikkita oyat mansux, o'chiriluvchi. Birinchi ikkita oyatning hukmi uchinchi oyat bilan hukmi bilan bekor bo'ldi. Ha, bu ikkita oyatni o'qiymiz, Qur'on o'qiganda savobini olamiz, har bitta harfiga 10 tadan ajr bor, lekin hukm uchinchi oyat bilan bekor bo'ldi. Birinchi ikkita oyatning hukmi. Nosix, mansug'i bor. Aytdim boshida, Qur'onga amal qilyapman. Qur'onda shunaqa oyat bor deb turib, o'shinga amal qilib dindan chiqib ketasiz, uni bilmaysiz siz faqat. Muhkam mutashobih oyatga misol. Qur'onda oyatlar muhkam mutashobih bo'ladi. Muhkam bitta aniq, ravshan ma'nosi bor. Mutashobih bir qancha ma'nolari bor. Astagfirullah. Va qado robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr qildi. Bo'ldi. Bo'ldi. Shu ma'nodan boshqa ma'nosi yo'q. Allohni o'ziga ibodat qilamiz, shirk keltirmaymiz va ota-onamizga yaxshilik qilamiz. Bu muhkam oyat. Endi mutashobihga. Va ja'a robbuka val malaku soffan soffa. Parvardigoringiz va maloikalar qiyomat kunida saf bo'lib keladi. Biror narsa aniq bo'ldimi kallangizda? Alloh taolo qana qilib keladi? Alloh taolo jism bo'lmasa, javhar bo'lmasa, araz bo'lmasa, Alloh taolo zamon bilan makonga muhtoj bo'lmasa, bizning e'tiqodimizda edi. Zamon bilan makonni yaratmay turib ham Alloh bor edi. Alloh zamonga, makonga muhtoj emas ekan. Endi qiyomat maydoniga kelishi qanaqa bo'lar ekan? Mana o'ylantirdimi? Demak, mutashobih oyat. Buni ulamolarga qo'yamiz. Biz aytmoqchi bo'lganimiz, Qur'onning ichidagi oyatlarda turli tumani bor. Muhkami bor, mutashobihi bor. Zohiri bor, majozi bor. Mutlog'i bor, muqoyati bor. Sababi nuzuli bor. Shular orqali Qur'onni tushunsak adashmaymiz. Ana shu oyatlarning turlarini o'rganyapmiz. Ana shu oyatlardan sababi nuzulga misol. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuma bu ulug' sahobani oldiga ana shu ummaviy xalifalardan bo'lgan Marvon ibn Hakam keldi. Marvon ibn Hakam akalar arab, Qurayshdan, adib odam, arab tilini yaxshi tushungan odam Qur'onni bir oyatini o'qidida haligini o'qib turib, hammamiz do'zaxga boramiz ekan degan xulosaga kelib oldi. Va bu haqida Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu oldiga keldi. Aytdiki, "Ey Ibn Abbos, biz hammamiz do'zaxga tushamiz ekan" dedi. Ibn Abbos ummatning donishmandi. Nimaga bunaqa deyapsiz? Mana Qur'onda oyat bor ekan. Agar har bitta qilgan ishidan shodlanadigan va qilmagan ishi uchun maqtalishni yaxshi ko'radigan odamlarga azob bor bo'lsa, hammamiz azobga kiramiz ekan. Oyatni qarang endi. Qaysi oyatni o'qib qanaqa tushunibdi bu odam? Ya'ni aytayaptiki, qilmagan ishi uchun maqtalishni yaxshi ko'radigan va qilgan ishidan xursand bo'ladigan odamlarda hammasi do'zaxda deyapti Alloh. Ya'ni hammamizda qilgan ishimiz uchun xursand bo'lamiz, hammamizda bor, va qilmagan ishimiz uchun maqtasa yoqadi bizga. Bu ham bor. Marvon ibn Hakam bu ma'noni qayerdan oldi? Mana bu oyatdan oldi. Astagfirullah. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw va yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab va lahum azabun alim. Ey Muhammad alayhisalom dedi Alloh taolo Oli Imronda. Siz hargiz qilgan ishlari bilan xursand bo'ladigan va qilmagan ishlari bilan maqtovlar eshitishni yaxshi ko'radigan kimsalar azobdan yiroq makondalar deb o'ylamang, ular uchun alamli azob bordir. Ana qilgan ishimizdan xursand bo'lamiz, qilmagan ishimiz uchun bizni maqtashsa yaxshi ko'ramiz. Demak, biz azobda ekanmiz deganida Abdulloh ibn Abbos aytdiki, bu oyat ahli kitoblar, yahudlar haqida nozil bo'lgan dedilar. Va keyingi oyatni o'qib berdilar. Astagfirullah. Wa iz akhadha Allohu mithaqal ladina utul kitaba
latubayyinunnahu linnas. Marvon ibn Hakam bitta oyatni o'qib to'xtadi. Endi mana shu Qur'onning bilimdoni bo'lgan Abdulloh ibn Abbos keyingi oyatlarni o'qisang, bu oyatni tushuntirib beradi senga deyapti. Abdulloh ibn Abbos taydagi oyat o'qitib tushuntirib berdi. Ular yahudiylar haqida nozil bo'lgan edi bu oyatlar. Eslang, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh kitob berilgan kimsalardan albatta u kitobni odamlarga ochiq bayon qilasizlar va yashirmaysizlar deb ahdi paymon olgan edi. So'ng ular bu ahdi paymonni ortlariga tashladilar va uni ozgina qiymatga sotdilar. Ularning bu oldi sottilari naqadar yomon ish bo'ldi. Demak, Abdulloh ibn Abbos tushuntirib berishi bo'yicha ana shu Oli Imron surasida kelgan oyatning, Marvon ibn Hakam keltirgan oyatning davomi keyingi oyatda hayot haqiqatni bayon qildi. Ya'ni Tavrotda dalil hujjatlarni, Alloh tomonidan kelgan oyatlarni bekitmasdan odamlar yetkazasizlar deb ahd olgan edi, ular bu ahdlardan qaytishdi. Demak, mana shu Marvon ibn Hakam bilan Abdulloh ibn Abbos o'rtasida bo'lgan suhbat Qur'on oyatlarining sababi nuzulini, nima sababdan nozil bo'lganligini bilishlik qanchalar muhim ekanligini ko'rsatadi. Siz bu oyatni sababi nuzulini bilmasangiz, u oyatga amal qilyapman deysiz, o'zi aslida u oyatga teskari ish qilgan bo'lasiz. Qur'onda Alloh taolo aytgan: "Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum." Mushriklarni qayerda topsanglar ham o'ldiringlar degan. Mana biz aytayotgandagi oyatni o'zi bilan ishimni bitirib ketaman desangiz, aniq adashasiz. Bu oyat nima sababdan nozil bo'lgan? Qaysi holatda nozil bo'lgan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima ish qilganlar mana shu oyat nozil bo'lganda? Shu narsani to'liq o'rganganingizdan keyin bu oyatning mazmunini tushunasiz. Agar zohirini olib kelsangiz, mushrikni qayerda ko'rsak ham o'ldirishimiz kerak ekan, Qur'onda oyat bor ekan deb turib, nohaqdan qon to'kib qiyomatda qattiq gunohkor bo'lasiz. Hijriy 9-yilda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haj qilgani bormadilar. Umrida bir marta haj qilganlar Rasululloh. 9-yil hajga Abu Bakr Siddiqni amir boshliq qilib yubordilar. Abu Bakr Siddiq hojilar bilan Madinada jilganidan keyin, Madinadan ketganidan keyin Tavba surasidan oyatlar nozil bo'ldi. Mana shu suraning avvalgi oyatlari. Ana shu oyatlarda Alloh taolo keyingi yil 10-yilni haj mavsumida mushriklardan birontasi Ka'bani oldiga kelishi mumkin emasligi tushgan edi. Ana shu oyatda Arab jazirasida yashayotgan mushriklarga e'lon bor edi. 4 oy muddat sizlarga. 4 oy ichida islomni qabul qilinglar yoki jaziradan tashlab chiqib ketinglar. Mana adolat. Islomni haq ekanligini ko'rdinglar, islom g'olib bo'ldi, Arab jazirasini shirkdan tozalash kerak. Mushriklarga e'lon. 4 oy ichida ishinglarni o'ylab qilinglar. 4 oy ichida islomni qabul qilsanglar, musulmon bo'lib qoldinglar, aks holda chiqib ketinglar. Adolatmi? Adolat. Endi Alloh taolo aytayapti: "Fa idan salahal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum." Bas, qachon urush harom qilingan oylar chiqsa, mushriklarni topgan joyingizda qatl qilingiz, asir olingiz, qamal qilingiz va barcha yo'llarda ularni kuzatib turingiz. Endi tavba qilsalar va namozni to'kis ado qilib, zakotni bersalar, ularni yo'llarini to'smang. Qarang, mana shu oyatning sababi nuzulini bilsangiz, hozirgi kunda bironta mushrikka qo'lingiz tekizishlik haromligini tushunasiz. Musulmonlarning yurtlarida musulmon bo'lmagan mushriklar yuribdi. Bu mamlakatlar ularga omonlikni va'da qilgan. Bularga biror tegmaydi deb davlat kafolat bergan. Siz ularga urushingiz, molini tortib olib qatl qilishingiz mumkin emas. Harom. Bunaqa ekanligini qachon bilasiz? Sababi nuzulini bilsangiz. Demak, bu oyat ana shu zamonga, ana shu voqelikka muqayyat bog'langan oyat bo'ldi. Bu ana shu muqayyat oyatlardan. Ammo bu Qur'oniylar aytayotgandaqa Qur'onni o'qib o'zimiz bilganimizcha amal qilib ketaveramiz, tarjimasini ko'rib amal qilib ketaveramiz degan falsafa bilan yondashadigan bo'lsa, mushrikni ushlab o'ldirish kerak bo'ladi qayerda bo'lsa. Vaholanki bu narsa shariatimizda man qilingan. Ibn Kasir aytadi:
Bu oyat umumiy mushriklarga emas. Ahdini buzgan va islomga qarshi fitna qilgan mushriklarga tegishlidir. U 4 oydan keyin ularni islomni qabul qilish yoki himoyasiz qolishi yoki jangga tayyorgarlik kabi tanlovlar ichida qoldirildi. Imom Qurtubiy aytadi tafsirida, bu oyat faqatgina musulmonlar bilan urushga kirgan mushriklarga nisbatan nozil bo'ldi. Boshqa dinga ega, lekin islom davlatining qonuniga bo'ysunuvchi ahli zimmadan emas. Endi tushundingizmi? Sizga o'sha oyatda o'zini beradi, mana ko'rdingmi? Mushrikni qayerda ko'rsang o'ldir deyapti. O'ldirish kerak degan xulosani qiladi. Vaholanki bu narsa ma'lum bir zamonga va ma'lum bir sharoitga bog'langan muqayyat oyat edi. Demak, mana shu ikkita oyat siz bilan bizga Qur'onning oyatlarini tarjimasiga, ustidagi ma'nosiga qarab amal qilib ketishlik xato ekanligini tushuntiradi. Qur'on oyatlarini to'g'ri tushunishimiz uchun usulul fiqh ulamolari biz oldimizga qo'ygan ilmdan foydalanishimiz kerak. Ular siz bilan bizga qo'ygan andoza ana shu shablonga o'rganishimiz kerak. Shundagina Qur'onga amal qilishimiz to'g'ri bo'ladi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.